Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Kiyimlaringga nima qildi? Yiqilib tushdim. Qayerda yiqilding? Maktabda. Kim yiqitdi? Bu nima deganing? O'zim yiqilib tushdim. Yolg'on gapirma. Aldayotganing ko'zlaringdan bilinib turibdi. Yiqilishingga sababchi bo'lgan odamdan jahling chiqyapti shekilli, a? Qo'ysang-chi. Unaqa emas. Ha, mayli Bobur. Hech kimga aytmayman. Nima bo'ldi o'zi? Kim bilandir mushtashdingmi? Shunaqaroq. Bilgandim. Qani bir boshdan aytib berchi. Bu ish tanaffus paytida bo'ldi. Katta tanaffus payti har doimgidek hammamiz maktab oshxonasiga bordik. Biror narsa yemoqchi edik. Lekin oshxonada odam ko'p edi. Hammani qorni och. Sotuvchi xola tomon barchamiz bir varakayiga yaqinlasha boshladik. Hamma qo'lida pulini ushlab, opaga uzatar, uni bering, buni bering deb baqirardi. Men ham boshqalar bilan turdim. Kutdim. 5 daqiqa o'tdi, 10 daqiqa o'tdi. Hech navbatim kelmadi. Chunki oshxonamizda hech qanaqa navbatni o'zi yo'q. Kim kuchli bo'lsa, bir-birini turtib, oldinga o'tib olaveradi. Oxiri sabrim tugadi. Men ham shunday qila boshladim. Bolalar orasidan oldinga intildim. Mendan kattaroq sinfda o'qiydigan bola meni ko'rib, yo'l bergisi kelmadi va bir turtganda chetga chiqib yiqilib tushdim. Keyin biz mushtlashib ketdik. Keyin bizni oshxonadan direktorning xonasiga olib ketishdi. Rosa gap eshitdik. Shunaqa gaplar. Ha, yaxshi ish bo'lmabdi. Tushliksiz qolibsan-da. Kamiga gap ham eshitib olibsan. Shunaqa. O'z navbatini sabr bilan kutmaslikning oqibati shunaqa bo'ladi. Kutib o'tiravergandim-da. Baribir ham och qolardim. Darsga qo'ng'iroq chalinib qolardi. Mana, baribir och qolibsan-ku. Ha, to'g'ri. Sen tezda kiyimlaringni almashtir-da. Ovqatlanib ol. Qaytib kelganingda esa senga bir narsa aytib beraman. Mayli, men tushlik qilib kelaman. Keldingmi? Ha, Qorning to'ydimi? albatta. Nima demoqchi eding? Tezroq ayta qol. Bugun maktabing oshxonasidagi bo'lgan voqea meni o'ylantirib qo'ydi. Shunga senga navbat kutish odoblari haqida aytib bersam degandim. Sen bundan keyin bu holatga tushmasding. Mayli, senga yo'q deb bo'ladimi? Ha, unda diqqat bilan eshit.
Sen ovqatlanib kelguningcha tarbiya darsligi kitobida berilgan navbat kutish matnini esladim. Navbat haqida kitoblarda juda chiroyli qilib tushuntirilgan ekan-u. Nimaga o'qib amal qilmaysizlar hayronman. O'qib amal qilganingda bugungi holga tushmasding. Kitobda sizlarga hayot davomida kerak bo'ladigan narsalar sizlarni qiynalmasin deb yoziladi. Sizlar esa shunchaki deb o'ylaysizlar shekilli. Xo'sh, navbat kutish odobiga kelsak, qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar, bu maktab oshxonasimi, do'kondami, ko'chadami yoki parkdami, har doim navbatga borib, eng oxirgi turgan insondan so'raladi. Salom, navbatda eng oxirisizmi? Ha desa, unda men sizdan keyin deb navbatga qo'shiladi va sabr bilan oldinda turganlar ishini bitkazguncha kutiladi. Bo'ldi. Mana shuni qilish shunchalik qiyinmi? Yo'q. Unda nimaga amal qilmading? Qolganlar ham tartibsiz bo'lganiga sabrim yetmadi. To'g'ri, navbat bo'lmasa, tartibsizlik bo'lmasa qiyin. Lekin shunday holni ko'rsang, qolganlarni navbat tuzishga chaqir. Chunki navbat bo'lsa, aksincha ish tez bitadi. Tartibsiz turgan holda ish cho'zilib ketishi aniq. Tushunarli. Yana bir gap, navbat kutish payti sabrsizlik qilib, oldindagi odamlarga baqirmasdan, sabr bilan ularni kutish kerak. Hech kim ataylab vaqtni cho'zmaydi. Ularni orqadan turib olib, baqir-chaqir qilib shoshirish odobdan emas. Agar oldingda turgan inson juda sekin, imillab harakat qilsa-chi? Baribir sabr bilan kutiladi. Biz bilmaymiz-ku, u inson nima uchun sekin harakat qilayotganini. Balki qarib qolgan, yoshi katta insondir. Balki yosh bo'lsa ham mazasi yo'qdir. Hammaning vaziyati har xil. To'g'ri. Hayotda navbatga amal qilmaydiganlar uchrab turadi. Ular hammadan keyin kelib, hammadan oldin bir zumda ishini bitirib ketishni xohlashadi. Bu yaxshi emas. Bu o'g'irlik qilish bilan teng. O'g'irlik deysanmi? Albatta. Navbatda turgan odamlar sabr bilan vaqtini ketkazib kutishadi. Odobsiz inson esa ayyorlik qilib, ulardan oldinga o'tib oladi. Bu ish shuncha odamning vaqtini o'g'irlash hisoblanadi. Bunday ishni aslo qilmaslik kerak. Tushundim. Endi hech kimni vaqtini o'g'irlamayman. Faqat ba'zi vaziyatlarda navbatga endi kelib qo'shilgan insonlarni oldinga o'tkazib yuborish odobdan hisoblanadi. Yo'q-e? Nega axir? Shuncha odam kutib turibdi-ku. Ha, to'g'ri. Ular kim ekan? Nega navbatdan o'tkazib yuborishimiz kerak? Bu insonlar agar qari bo'lsa yoki bolasini ko'tarib navbat kutib turgan ayollar yoki nogironlar bo'lsa, navbatni berish odobdan bo'ladi. Ularni uzoq navbatda turishlariga yo'l qo'ymaslik kerak. Ha, tushunarli. Senga bir ish aytsam, qilasanmi? Qo'limdan kelsa albatta. Ertaga maktabga borganingda do'stlaringdan navbat kutish odobi haqida so'zlab ber. Shu bilan birga maktab oshxonasida ham navbat tuzishni taklif qil. Ishonamanki, boshqa bolalar seni eshitishadi. O'zing ham navbatga turib, ularga namuna bo'lishga harakat qilgin. Albatta. Yashavor.